Xo'p, bizni Alloh yaratgan ekan, bizga rizq bergan ekan, berib kelyapti har kuni. Bizni tanamiz Allohning izni bilan ishlaydi. Agar Alloh istamasa yuragimiz to'xtab qolishi mumkinmi? To'xtaydi. Kim urdirib turibdi yurakka? Alloh. Kim tomirlarimizdan qonni oqizadi? Alloh oqizadi. Kim o'pkamizni ishlashiga tavfiq berdi? Oshqozonimizni ishlatdi, jigarimiz ishlaydi. Qancha organlar bor tanamizning o'zida. Ko'zimizga kim nur berdi? Kim bizni mana shu nutqimizni bayon qobiliyatini berdi, ya'ni? Kim bizni eshitadigan qildi, his qiladigan qildi? Ya'ni biz tafakkur qilaylik, mana shu haqida tafakkur qilsak, hammasida javob Alloh bo'ladi. Xo'p, shuncha ne'matlarni Allohdan qabul qilib, nimaga biz boshqalar bilan mashg'ulmiz? Nimaga Allohdan boshqalarni unga tenglashtiramiz? Tengmas-ku ular. Tengmas-ku. Biz kimgadir suyanishimiz uchun, kimdandir umid qilishimiz uchun, kimgadir bog'lanishimiz uchun, kimnidir aytgani bo'yicha yashashimiz uchun unda ilohiy sifatlar bo'lishi kerak. Ilohiy sifatlar bo'lishi kerak. Allohdan boshqada hech kimda yo'q-ku ilohiy sifat. Ilohiy sifat nima degan? Masalan, iloh bo'lgan zot al-hayy bo'lishi kerak. Ya'ni tirik, o'lmaydigan zot bo'lishi kerak. Ya'ni o'lib qolmasligi kerak-da, ya'ni biz suyanib turganimizda. Iloh bo'lgan zot al-qayyum bo'lishi kerak. Hamma narsani ustida nazoratda ushlab turadigan. Ya'ni u al-basir, as-sami', al-khabir bo'lishi kerak. Ya'ni bizni holatimizni ko'rib turadigan, doim ko'rib turadigan, doim bizni duolarimizni, nidolarimizni eshitadigan. Ya'ni biz o'chirib turmasligimiz kerak-da, priyomda. Qachon bizga galimiz kelar ekan, qachon bizni eshitar ekan. Yo'q, iloh bo'lgan zot unaqa bo'lmaydi. Iloh sizni doim har qanaqa paytda eshitadi. Yarim kechasida turib shunda murojaat qilsangiz sizni eshitadigan bo'lish kerak. Sizni holatingizdan al-xabir, xabardor bo'lish kerak. Gapira olmay qolsangiz ham qalbingizdagi narsani bilish kerak. Allohda bor faqat bu sifatlar. U uxlamaydigan bo'lish kerak, mudroq bosmaydigan bo'lish kerak. Uxlab qolsa, quvvat ketib qolsa, bu ham ilohlikka yaramaydi.